oxirgi vaqtlar ko'proq nimalar haqida o'ylayapsiz? Hech narsa haqida. Bilasizmi? Men hayotdan zavq olishni unutib qo'ydim. Men uchun go'yo hayot to'xtab qolgandek. O'zimni mana shu qo'g'irchoqqa o'xshataman. Qo'g'irchoqqa o'xshab jismim bor xolos. Ishxonadachi? Ish va yana ish. Meni bir savol qiynaydi. Men yashash uchun ishlayapmanmi? Yoki ishlash uchun yashayapmanmi? Tushunarli. Psixolog sifatida sizga bir narsani ayta olaman. Sizda kuzatilayotgan holat 90% erkaklarda uchrab turibdi. Siz hayotdan zavq olishni unutib qo'ygansiz. Kulib yashang. Men kulishni unutib qo'ydim. Qani yuring, bir joyga borib kelamiz. Yuring. Mana bu sirk. Nimaga keldi bu yoqqa? Hadi sirkka kiring. Masxarabozni ko'ring. Kuling. Dardlaringizni unutasiz. Foydasi yo'q. Nega foydasi yo'q ekan? Chunki o'sha masxaraboz o'zimman.